Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel. Andijon Baliqchi tumaniga kelganmiz. Xo'p, bu tarafi 4 metrli joy. Bu tarafi 3.60 ga, balandlik 2.60 ikkala tarafi ham. Xo'p, bu tomonimiz arzon variantda bo'ladi, bu tarafimiz qimmat variantda, orqalari ko'rinmaydigan bo'ladi. Sekin ko'rsatib boraveramiz. Devor mebelimiz korpusi tayyor bo'ldi. Xo'p, 4 metrli tarafimiz arzon variantda, ichlari polka, devor holati ko'rinib turadi. Xo'p, 3.60 lik tarafimiz o'sha qimmat variantda, o'rtasida tuyulmoq, pastda qaradon bo'ladi, ikkita chekkada garderob. Qimmat variantda, ichlari kakpalojni o'ralgan. Tayyor bo'ldi, ko'rsatib boraveramiz. Devor mebelimiz tayyor bo'ldi. Andijon viloyati Baliqchi tumanida tayyorladik. Xo'p, 4 metrlik tarafimiz arzon varianti bo'lgan. 3.60 lik tarafimiz qimmat varianti bo'lgan. O'rtasi tuyulmoq holatida, o'sha g'aladonlari bor. Ikki chekkasi garderob. Chekkasi garderob. Osha-moshalarimiz vakuumli, qora turbali ruchkalar. Xo'p, bu tarafimiz o'sha arzon variantida. Ichlari devor holatida qolgan. Xo'p. Narxi 4 metrli tarafimiz 4 million 500 ming so'mga tushdi. 3.60 lik tarafimiz 5 million 500 ming so'm. Ichi korpus bo'lgani hisobiga 1 million so'm material ko'p ketadi, 1 million so'm qimmatlashadi. O'sha 10 million so'mga mashg'ulotda tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.